Hech o'zingizga savol berib ko'rganmisiz? Nima uchun oldin hamma narsa sifatli bo'lgan-u, hozir esa hamma narsa sifatsiz? Esingizdami, yoshligimizdagi o'lmas-netmas muzlatgichlar, televizorlar, mebel, simli telefonlar, kiyimlar va matolar, xullas ipdan ignagacha sifatli bo'lgan. Menimcha meni hamma tushundi. Tasavvur qilib ko'ring, bu narsalar 30-40 yildan beri ishlaydi. Sifat bu muammo emas, sifat bu xavf desamchi. Keling, nima demoqchiligimni bir boshidan tushuntiraman. Bu lampochka AQShdagi Livermor shaharchasidagi o't o'chirish qismida 1901-yildan beri to'xtamay yonib turibdi. 125 yil, tasavvur qilyapsizmi? Ammo 1924-yilda AQShda ko'pchilik bilmaydigan bir kelishuv yuz bergan. Dunyoning eng yirik lampochka ishlab chiqaruvchilari bir stol atrofida yashirin uchrashuv tashkil etishgan. Ularning maqsadi lampochkalarni yaxshilash emas, ularni atayin buzilishiga majburlash edi. Buning nomi rejali eskirish deb ataladi. E'tibor qiling, rejali eskirish. Injenerlarga buyruq berildi. Lampochkalar 1000 soatdan ortiq yonmasligi kerak, garchi ular 10,000 soat ham yonishi mumkin edi. Kim kelishuvni buzsa, unga jarima qo'yilishiga kelishiladi. Nima uchun bunday qilishdi? Qisqa qilib aytganda, o'sha paytdagi ishlab chiqaruvchilar bir muammoga duch kelishdi. Ular juda sifatli lampochkalar yaratishdi. Shu darajada sifatli ediki, odam bir marta sotib olib, yillar davomida ishlatardi. Bugungi til bilan aytganda, ularning sotuvlar hajmi tushib ketdi. Bu biznes uchun halokat edi. Agar ular lampochkani sifatli qilib qoldirishsa, zavodlar bankrot bo'lardi, ishchilar esa ishsiz qolardi. O'sha kundan boshlab biznesning eng asosiy qoidasi o'zgardi. Sifat endi dushman, chunki sifatli narsa sotuvni o'ldiradi. Qolganini esa o'zingizga mulohaza qilishga qoldiraman. Negaki mulohaza qilish miya uchun foydali. Afsuski insonlarda bu jihat tobora kamayib borayapti. Tushunganlar tushundi. Bu haqda ham hali fikrlashamiz.